mana shuning uchun bizani millatimizni juda ham o'zi hamma millatlar o'ziga yarasha juda falsafasi chiroyli hurmat qilaman. Haligi o'zbek millatiga mansub bo'lib tug'ilganimga shunaqa faxrlanamanki, chunki bu madaniyat, bu falsafa bizda yana ham chiroyli ko'rsatilgan deb o'ylayman, chunki bu o'sha taktik maqsadlar juda ham nima deydi, chiroyli beriladi bizda. Yaxshi inson bo'l, u aniq beriladi. Kattalarni hurmat qil. Okangni gapiga quloq sol yoki opangga yordam ber, ukangni xafa qilma. Mana masalan bu aniq yoki detallashtirilgan aniq bo'ladi. Undan tashqari o'sha oilaning asosiy maqsadlari amalga oshirilishiga yo'naltirilgan bo'ladi. Demak, oilamiz deylik, o'sha tinch bo'lmoqchi. Demak, bolalar bir-biringlar bilan ahil bo'linglar. Bir-biringlardan yo'qlaylar, ko'ringlar. Bu ham endi ming afsus, oldin ko'p edi, hozir ozgina kamaydi. Endi obyektiv reallik shuni ko'rsatdi. Demak, yana shunga qaytishimiz kerak. Nima uchun bilasizmi? Chunki bu o'zidan o'zi bo'lib qolmaskan. Men o'zim ham buni mutaxassis sifatida ham ko'rdim. Deylik, oila a'zosi sifatida ham ko'rdim. Har xil ijtimoiy rollarimda ko'rdim. Ijtimoiy munosabatlar o'zidan o'zi bo'lib qolmas ekan. Aka-ukaning ahilligi, oilaning ahilligi, bolaning tarbiyasi, er-xotin o'rtasidagi deylik o'sha mehr-oqibat, oilalar o'rtasidagi mehr-oqibat o'zidan o'zi bo'lmas ekan. Bu o'sha oilaning falsafasiga, oilaning maqsadiga kirishi kerak bo'lar ekan.